Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarimiz. Men Boratova Idina Mamatqulovna Toshkent shahar Yangi Hayot tumanidan Manoda Omon klinikasiga keldim. Sababki men shu ozgina o'zimda og'riqlar sezganligim uchun bu yoqqa kelib, mana bugun yotganimga ham 5-kun bo'lyaptilar. Lekin menda shunday nima bo'lgandilarki, og'riq bo'lgandilar. Endi bu og'riq bo'yicha men ko'p joylarga murojaat qildim, lekin o'zimga kerakli natijani ola olmadim. Mana endi kelganimga 5 kun bo'lgan bo'lsa, men уже 3-kundan sezdim. Bo'yindagi grijam 4 mm bo'lgan. Kallalarimni bundoq bemalol bura olmasdim-da. Og'riq kuchliligidan gavda bilan burilardim. Endi hozir mana bemalol harakat qila olyapman. Chunki yonidagini oltoy axtar degandek, yonimda turgan narsani men e'tibor bermabman-da. Viloyatlarga bordik, ko'pgina klinikalar bilan nima qildik, tanishdik, lekin ulardan menda natija bo'lmadi. Lekin mana shu yerga kelganimdan besiga mana 3-kundan уже men yangi inson bo'ldim-da nazarimda. Og'riqlar meni bezovta qilmayaptilar. Aziz vatandoshlar, Alloh shunday dard berar ekanlarki, shifosini bandasiga berib qo'yar ekanlar-da. Endi har kimda har xil, lekin men shu yerga kelib turib shifo topdim. Imkon qadar bularda shunaqangi muolajalar bor ekanki, ukolsiz, dori-darmonsiz, faqatgina mana fiziolecheniyalar bilan davolar ekanlar. Endi bu narsa shunaqa ekanki, endi sekin-sekin o'rganar ekansizda. Olimlik sekin astalik bilan degandek, biz avval aytardikki, suyaklarimiz og'risa ukol olsam yaxshi bo'lib qolaman degan xayolga borardik ekanda, lekin suyakka hech qanaqangi ukol ta'sir qilmasligini men sezdim. Lekin mana bu holatdagi muolajadan mana men shundan shifo topdim. Shuning uchun imkon qadar dardni oldini olgan ma'qul degandek, men hali og'rimayapman, menda kichkina ekan degan narsa bilan chalg'ib qolmanglar. Oldini olganlaring nihoyatda yaxshi. Men sizlarga tavsiya qilaman, vatandoshlarim, azizlarim, qadrdonlarim, hammalaringga qayerda bo'lsa ham shifo topinglar, lekin bu joydagi aloligini men bildim. Chunki tabiati ham juda ham chiroyli. Hamma yoq saramjon, sarishta. Undan tashqari mana yotishga ham imkoniyat bor. 3 mahal ovqatlari bor ekanlar. Qo'llari shirin oshpaz opalarimiz bor ekanlar. Hammalari bir-biridan shirin so'z ekanlar. Shuning uchun mana shu joyimizda nihoyatda men bahri dilim ochildi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, ilohim. Hammalaringni Alloh panohida saqlasin, sog' salomat bo'linglar.